Abdurahmon ibn Avf aytar ekan, nima qilay der ekan? Nima qilay? 100 dirham sarflasam ertalab, kechki payt 1000 dirham qilib Alloh beryapti menga. Nima qilay sarf qilmay der ekan? Sarf qilaman der ekan. 100 deb tamam bersa 1000 kechki payt olar ekan. Ha domla, agar unaqa biz ham 100 sarflasak kechki payt 1000 emas 200 bersa ham qilaverardik. Bizga bersangni qilamiz-da biz. Boyaga oyat teskarisi. Bersin. Yo sen avval qil, keyin beradi. Puli ko'p odam ham g'ami ko'p. Nimaga g'ami ko'p? Alloh aritmayapti g'amini. O'sha pulni nimaga sarflamayapti? G'amlarim arisin, birovga muhtoj bo'lmay pulim bilan hal qilaman deyapti, puli bilan hal qila olmayapti. O'sha boyaga issinib o'tirgan kambag'al qo'shningizni bolalari haqqingizga duo qilgan paytda shu dardingiz bitta duo bilan chiqib ketib qoladi. O'sha pul bilan millionlagan pul bilan hal bo'lmayotgan mushkulingiz bitta yosh bolani xursandchiligi, bitta kulgusi bilan hal bo'lib ketib qoladi.